Assalomu alaykum qadrli Uzaspo dasturi foydalanuvchilari. Bugungi video darsimiz tashkilotlarga tegishli bo'lgan valyuta hisob raqamlarida qanday qilib hisobot shakllantirish. Buning uchun avvalo tashkilotga tegishli bo'lgan valyuta hisob raqamini to'g'ri shakllanishi uchun unga kerak bo'lgan subshotni valyutalash talab etiladi. Buni dasturning ma'lumotlar qismida subshot bo'limiga o'tiladi va kerakli bo'lgan subshotlarni klonlash orqali ularga tegishli bo'lgan valyuta birliklarini biriktirish talab etiladi. Agar ushbu klonlash knopkasi ko'rinmasa, demak sizga valyuta roli berilmagan va sizdan talab etiladigan ish hududiy administratorlarga qo'ng'iroq qilish orqali kerakli loginingizga valyuta rolini biriktirish talab etiladi. Ushbu subshotni biz uchun kerak bo'lgan valyuta litsev shotiga to'g'ri biriktirganimizdan keyin uni saqlab qo'yamiz va kerakli bo'lgan amaliyotlarda aynan o'sha sanani tanlagan paytimizda valyuta kursi to'g'ri shakllangan yoki shakllanmaganligiga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Biz hozir ko'rib chiqayotgan chet el valyutasi hisob raqami shaxsiy g'azna hisobvaraq ko'chirmalarining ma'lumoti qismida ko'rib turganingizdek ikkita operatsiya mavjud bo'lib, bitta postupleniya va bitta расход bor. Ko'p hollarda hozirgi tashkilotlarda uchrab turadiki, postupleniyani ham, расходni ham hududiy g'aznachilik organlari tomonidan mustaqil amalga oshiriladi. Bunda biz o'sha operatsiyalarni o'zimiz dasturda mustaqil ravishda yasab qo'yishimiz ham talab etiladi. Endi shularni ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu yerda o'sha postupleniya yaratib bo'lingan, lekin dasturni o'zida shablon import qilish imkoniyati yo'q. Shuning uchun qilingan pul mablag'lari tushumini tahrirlash orqali ko'rib chiqamiz. Hujjatning ichiga kiradigan bo'lsak, mana chap tomonda valyuta hisob raqami tanlangan, kredit hisob SHX tomonda esa ushbu valyuta litsev shoti uchun manba hisoblanadigan byudjet hisob raqami tanlangan. Buni qilishimizdan maqsad valyuta sotib olish uchun ushbu hisob raqamdan chiqarilgan mablag'ni, ya'ni 151.900 subshoti bilan hosil bo'lgan debitor qarzdorlikni bir vaqtning o'zida yopib olish uchun foydalanamiz. O'sha qaysi kontragent tanlangan bo'lsa, bu yerda ham shu kontragent tanlanadi. Qaysi shartnoma tanlangan bo'lsa, bu yerda ham mos ravishda o'sha shartnoma tanlanadi. Xarajatlar moddasi ham ko'chirmaga asosan to'g'ri tanlash talab etiladi. Ushbu amaliyotni qilganimizdan so'ng uni saqlab tasdiqlash holatiga o'tkazamiz va ushbu ko'chirmamizdagi расход sanasiga e'tibor berib, расход operatsiyamizni ko'rib chiqamiz. Bu yerda mana o'sha allaqachon расход operatsiyasi qilib qo'yilgan. Uni tahrirlash orqali biz hujjatni o'rganib chiqamiz. Biz uchun kerakli bo'lgan valyuta hisob raqamini tanlab turib, unga kerakli provodkani ham to'g'ri tanlaymiz, ya'ni 151.900, 105.300 subshotlari orqali operatsiyani bajaramiz. Bunda biz uchun kerak bo'ladigan yana bir holat bor.
Ya'ni ushbu provodkadan foydalangan holda biz uchun kontragent va subshotlar shartnomalar kerak bo'ladi. Shartnomani biz shunchaki yasab qo'yib, uni tasdiqlab qo'yish imkoniyatiga ega emasmiz. Shu sababdan shartnomani yaratayotganda uni yuridik majburiyat tipini tanlab qo'yishimiz talab etiladi. Va o'sha yerda ham to'g'ri xarajatlar moddasini tanlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Shartnomani ham ko'rib o'tadigan bo'lsak, mana o'sha valyuta hisob raqamini tanlaganmiz. Kerakli bo'lgan kontragentni tanlab qo'yganmiz va hujjat turida yuridik majburiyatni tanlab hujjatni yaratganmiz. To'lov jadvali qismida biz uchun kerakli bo'lgan xarajatlar moddasi, bu yerda qaysi oyga qancha xarajat qilinayotgan bo'lsa, o'sha oyga xuddi shuncha dollar, ya'ni valyuta mablag'ini kiritganmiz va shartnomalar spesifikatsiyasida ham kerakli xarajatlar moddasini xuddi shu valyuta mablag'i qoldig'iga yaratilganligini ko'rishimiz mumkin. Ushbu hujjatni yaratib olingandan keyin to'lov hujjatlari qismida ham xuddi shu shartnoma va kontragentni tanlab qo'yamiz va valyuta birligini summa valyuta qismiga qo'yganimizda o'sha kungi kurs bilan dastur avtomatik sizga milliy so'm shaklida so'mda bizga kerakli bo'lgan mablag'ni shakllantirib beradi. Quyida uni ko'rishingiz mumkin. To'lov topshiriqnomasini muvaffaqiyatli amalga oshirganimizdan keyin uni ham saqlab tasdiqlash holatiga o'tkazamiz. Undan so'ng esa biz uchun kerak bo'ladigan yana bir amaliyot bor. Bunda valyutani qayta baholash qismini ko'rib chiqamiz. Biz uchun kerakli bo'ladigan chorakdagi barcha oylarning oxirgi sanasi bilan, ya'ni har bir oyga nisbatan o'zimiz uchun kerak bo'ladigan subshotlarni dasturda to'g'ri tanlab, uni shunchaki saqlab qo'ysak va tasdiqlash holatiga keltirsak, dastur avtomatik davrlar orasidagi kursga nisbatan bo'lgan farqni avtomatik hisoblab chiqarib beradi. Bundan keyin agar valyuta hisob raqamida amalga oshirilgan to'lovimizning mana bu debitor qarzdorligini qanday qilib yopish mumkin degan savollar ko'payyapti va buni biz dasturda qanday qilib haqiqiy xarajat kiritishni ko'rib chiqamiz. Ya'ni valyuta hisob raqamiga haqiqiy xarajat kiritish mumkin emas. Lekin manba hisob raqamiga fakt kiritish orqali, ya'ni haqiqiy xarajat kiritish orqali valyuta litsevoy shotini kredit hisob raqam tomonida ko'rsatish usuli orqali ushbu debitor qarzdorligimizni yopib qo'yishimiz mumkin. Buning uchun hujjat qismidan bajarilgan ishlar davlatnomasi qismiga o'tamiz. U yerda biz filtrdan foydalanib biz uchun kerakli bo'lgan xarajat moddasini yozamiz. Va yaratib qo'yilgan biz uchun kerak bo'lgan fakti o'sha haqiqiy xarajatni ko'rib chiqamiz. Mana
debet hisob raqamida manba hisob raqami tanlangan. Kredit hisob raqamida esa biz uchun kerak bo'lgan chet el valyuta hisob raqami tanlangan va aynan to'lov hujjatidagi kontragent va shartnomadagi xarajatlar moddasi to'g'ri tanlangan va bir vaqtning o'zida o'sha biz uchun kerak bo'lgan debitor qarzdorlikdagi summani ham to'g'ri qo'yilgan. Bundan so'ng hujjatni saqlab turib tasdiqlash holatiga keltiramiz va hisobotimiz qanday shakllanganini hisobotlar qismida ko'rib chiqamiz. Mana bizda hisob raqamimizdagi qoldiq 10,417,127 so'm 09 tiyinni tashkil qilyapti. Qayta baholashda esa 1,139,316 so'm 25 tiyinni tashkil qilyapti. Uni ustiga 2 marta bosish orqali ko'rishimiz mumkin. $10,417,127 so'm 09 tiyinni to'g'ri shakllanganligini dasturning ko'chirmalar qismidan, shaxsiy xazina hisobvaraqdagi ko'chirmalar qismidan ko'rib chiqishimiz mumkin. Mana bo'lgan postupleniyaga nisbatan bizda kassa xarajati farqi bor, ya'ni $825,44 kam xarajat bo'lgan. Ushbu qoldiq esa dasturda aylanmalar qismida to'g'ri aks etyapti. Demak, hisobotimiz to'g'ri shakllandi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Salomat bo'ling.